Voy, bir qop bo'ptimi? Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bu bir qop narsa nima ekan deb o'ylayotgan bo'lsanglar kerak. Biza 20 kun ro'za Ramazonga chegirma qilgandik implantasiya bo'yicha. Bu implantasiya qo'yilgan implantlar. Qani bolalar to'kamiz. Sizlar to'koringlar. Shuncha Venus implanti va qanchadir ham yana ostin implantlari qo'yildi. O'rtoqlar, qadrdonlar, kim bizda implant qo'ydirgan bo'lsa, bizdan xursandmisizlar, bizdan mamnunmisizlar mana shu komandadan? Hozir bolalar bu yerda yozib chiqishadi, o'lchab chiqishadi. Kommentariyada mana shu 20 kun ichida, 20 kundan ham где-то 3 hafta bo'ladigan bo'lsa, shanba yakshanbani olib tashlaymiz, chunki Qo'qonda ham yana bir 100 tacha implant bor. Sizlar kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldiringlar. Bizni salkam shu 17-16 kun ichida, deylik to'liq 15 kun ichida nechta implant qo'ydik? Hozir bolalar hisoblashadi. Agar kommentariyada kimning anaqasi to'g'ri bo'lsa, nechta implant bo'lsa, o'shani tekinga qo'yib beramiz. Hammanglar bizdan rozimisizlar? Bizdan muolaja qilganlar, bizdan muolaja olganlar, bizdan implant qo'ydirganlar. Sizlarning duoinglar bilan biz mana shu darajaga yetishdik. Ikkita kresloda to'xtamasdan bir kunda operatsiyalarni amalga oshirdik. Hammanglarga, barcha sizlarga o'z hissasini qo'shgan, sog'lig'inglarni tiklashda o'z hissasini qo'shgan yaqininglar, o'g'illaring bo'ladimi, qizinglar bo'ladimi, xo'jayininglar bo'ladimi, ayolinglar bo'ladimi? Ota-onangiz bo'ladimi? Hammanglarga minnatdorchilik bildirib qolamiz. Sizni va siz orqali o'sha yaqinlaringizni mana shu Ramazon oyi bilan ham tabriklab qolamiz. Barchaga o'z minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz. Ideastom jamoasi sizlarni yana kutib qoladi. Kommentariyada yozish, nechtaligini yozib qoldirish esingizda chiqmasin. Bolalar, davay, hamma yozadi, to'g'risini yozib chiqinglar bizga. Ideastom eng zo'ri.